Bugun sizlar bilan FreeBet bukmekerlar tomonidan beriladigan bonuslar to'g'risida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Har bir bukmekerlik kontora o'zini mijozi, ya'ni shu bukmekerlik kontoradan ro'yxatdan o'tgandan keyin har bir mijoz bo'yicha statistika analizlar qilib boradi. U mijoz qanaqa mijoz? Har kuni o'ynaydimi? Ko'p pul stavka qiladimi? Uni darajasiga qarab har xil free betlar ajratishni boshlaydi. Shu ishtirokchini, shu mijozni o'yinda qancha ko'p olib qolish uchun qiziqtirish maqsadida free betlar beriladi. Keyin har bir inson film ko'rib o'tiradimi, yo multik ko'rib o'tiradimi, yo bir televizorlarda bo'ladimi, reklamalar orasida bukmekerlik kontoralarining reklamalari chiqadi. Şu bonuslar, free betlar, 1 million so'm, birinchi havoladan o'tib registratsiyadan o'tgan bo'lsang, birinchi ro'yxatdan o'tganingga 100% bonus deb o'ziga jalb qilish marketing xodlarni qiladi bukmekerlik kontoralari. Keyin blogerlarni shu auditoriyasi asosan yoshlar bo'lgandan keyin bukmekerlik kontoralar bilan hamkorlikda shu reklama qilishni boshlaydilar. Meni havolam orqali o'ting, promokod yozing, bonuslarga ega bo'ling deydi. Bu blogerlar ham katta pul evaziga reklama qiladi. Har bir havola orqali ro'yxatdan o'tgandan keyin har bir inson shu yutkazishni boshlagandan keyin bu blogerlar o'z foizini oladi. Shu har bir yutkazilgan mijozni pulidan ularga qanchadir foizini to'lab beradi. Men nima demoqchiman? Shu har bir inson stavka qiladimi, onlayn kazino o'ynaydimi, puli qolmaydi orada, oylikdan oylikka yashaydi, qarz oladi, qarzlarni ham yutkazadi. Keyin o'ynamaydi, bir oy o'ynamasligi mumkin. Misol 2 hafta o'ynamasligi mumkin. Bukmekerlik kontoralari nima qiladi? Insonni eslatuvchi triggerlarni, bu baribir har bir mijoz bo'yicha statistika bor. Uni elektron pochtasidan, telefoniga SMS qilib yoki telefon qilib hatto shu free bet bonusdan foydalaning deb insonni yana jalb qiladi. To'g'ri, pul beradi, tekin pul beradi. U shartlarni bajarasiz. Shu berilgan pulni qanchadir 3 barobar, 5 barobar ko'paytirsangiz, uni asosiy glavniy summadagi balansga tashlab beradi. U pulni yetsa bo'ladi. Lekin afsuski, qimor va stavka qiladigan, onlayn kazinoda qiladigan insonlarning xatosi, shu pulni ko'paytiraman deydi-da, yana o'ynashda davom etadi. Men shu iloji boricha qimordan chiqayotirgan, qimorni to'xtatmoqchi bo'lgan insonlar shu yana aldanib free betlarga aldanib qolmanglar. Shu free bet baribir o'zim pul qo'ymayapman-ku, o'zimni pulim emas-ku, baribir bitta omadimni sinab ko'raman deb shundan foydalanmanglar. Agar shu bitta shu omadimni sinab ko'raman, o'zim pul tikmayapman-ku, o'zim hisobimni to'ldirmayapman-ku, kompaniya menga besplatniy tekin free bet beryapti-ku, shuni o'ynayman deb o'ynasangiz ham baribir siz yana qimor tuzog'iga tushasiz, qimor botqoqligiga kirasiz. Shu o'zingizni to'g'ri qaror qabul qildingizmi, iqror qildingizmi, o'ynamayman dedingizmi, shu reklamalarga, elektron pochtangizgami, SMS keladimi, telefon keladimi, shu narsalardan yiroqda bo'ling. Ishonmang. Bo'ldi, siz shu paytgacha ko'rdingiz. To'g'ri, yutgansiz. Baribir yana 2 barobar hissa yutqizgansiz. Xulosa qiling, bu o'yinni yutib bo'lmaydi. Qachonki siz to'xtatasiz, shunda g'olib bo'lasiz. Bu video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Qimordan chiqmoqchi bo'lgan insonlarga jo'nating va ularning yaqinlariga ham ulashib qo'ying videoni. Videolarimiz sifatli chiqishi uchun yangi kamera uchun pul yig'moqdamiz. O'z hissangizni qo'shing. Ko'rishguncha.